Assalomu alaykum go'zallarim. Gitara gulini gulni o'zida ekkandim. Oldin ko'rsatib o'tganman videolarimda qanday qilib qilganimda, payvandlaganimda. Mana ki. Va kesib oldim. Mana ki, mana shu yerdan kesib oldim. Gulni o'zi tagiga turibdi. Mana shunday qilib moqqa chiroyli qilib ekdik. Tashi juda ham zo'r bo'libdi. Birinchi marta qilishim. To'g'risini aytganim yaxshi. Sekin-sekin biz ham katta gulchilar qatoriga bo'lamiz. Bu o'rab olgan joyim bo'lib ketgan ekan. Tepaga ko'tarilib ketdi-da bu. Bezovta qilmasdan shunagina moqni o'zim bilan ekib qo'yaman. Salgina tepalarini sho'raman. Ko'p moq bo'lsa ham bo'lmaydi baribir. Buni bu yoqqa qo'yib qo'yay. Juda ham zo'r bo'lar ekan, tavsiya beraman. Masalan, gulni suvga tomirlata olmaydigan ayollarga xuddi mana shunday qilishingizni tavsiya beraman. Mana bu tuvakka ekmoqchiman. Bu tuvagim sal kattaroq, shuning uchun qo'ymayman toshchalarni, hech narsa qo'ymayman. Hech narsa qo'ymasdan prosta o'zini ekmoqchiman. Endi hammani gul ekishi o'ziga xos bo'ladi. Men mana shunday usulda qilib ko'paytirib, mana shunday usulda sotaman. Agar xato va kamchiliklarim bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolaman. Bo'ladi bizga o'zimiz bilganchalik mana shunday ko'paytirib sotganimizdan. Mana ki, buni ham ikki bo'ldik. Juda ham oson gul ko'paytirish bilan gul nima qilish, boqish qiynalmaysiz. Yana buni aytmoqchimanki, vaqti kelib, ozgina yana o'sgandan keyin men mana bu yerdan ham bitta stakanchani qo'yib olib, kichkina stakancha topsam, mana shuncha stakancha, shuni maydarog'ini topsam agar, buni ham ikkita ko'paytiraman. Opsha 3 ta gul bo'ladi. Mana bu yerdan esa shoxchalar uyg'onadi. Uni ham sizlarga qilib ko'rsataman. Bugungi videom shulardan iborat. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr deb qolaman.